ish o'qishni bir xil olib ketishingiz mumkin, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ya'ni bu siz bemalol yashashingiz, ishlamasligingiz ham mumkin degani. Avstraliyada o'qish juda ham yaxshi. Up to 55 minggacha scholarship beradi. Bu degani o'zi 2 barobar ko'p degani o'sha kontrakt summangizdan. Undan tashqari nima yaxshi? Avstraliyada o'qishni tugatganingizdan keyin ishga qolib, o'sha yerda karyerangizni rivojlantirib, o'zingizga borsangiz, siz xotiningizni, akangizni, ukangizni, ota-onangizni muammosiz maksimum bir oy vaqt olishi mumkin, lekin muammosiz viza olib, siz yoningizga, o'zingiz yoningizga chaqirishingiz mumkin. Va assalomu alaykum qadrli obunachilar, bugun sizlarga Avstraliya haqida gaplashamiz sizlar bilan va nima uchun Avstraliya? O'zi birinchi vlogimni ko'rgan bo'lsangiz ham, o'zi birinchi Avstraliya haqida gapiraman deganman va birinchi videolarim ham o'zi Avstraliya haqida bo'lgan hozirgacha. Va bugun nima uchun Avstraliya haqida gapirmoqchiman? Chunki Avstraliya karantin vaqtida viza olib o'qishga kirgandim va o'qishga keta olmagandim, chunki karantin bo'lgandi. Va lekin hozir Avstraliya ochildi. 1,5 yillik tanaffusdan so'ng Avstraliya ochildi va hozir Avstraliyaga o'qishga bemalol ketsa bo'ladi, hech qanaqa muammosiz. O'zi Avstraliya martda ochilgandi turistlar uchun va martda siz G2G pass formasini to'ldirib, axir o'qishga bo'lsa o'qishga, turistik bo'lsa turistik ketishingiz mumkin edi. Lekin hozir hattoki G2G pass o'sha anketasini olib tashlashdi. Ya'ni kim siz hech qanday G2G pass va boshqa narsalarsiz o'qishga ketishingiz mumkin. Va agar siz o'qishga kirmagan bo'lsangiz, agar oxirigacha tomosha qilsangiz, agar men qanaqa o'qishga kirish yoki plyuslarini aytib o'tishim mumkin. Xo'p. Birinchi, Avstraliyada o'qish juda ham yaxshi. Nima uchun? Avstraliyada chunki siz birinchi kontrakt summasini ko'rib qo'rqib ketishingiz mumkin, lekin unaqa emas. Chunki kontraktda masalan 30 ming bo'lsa, agar taxminan audda, ya'ni avstraliyskiy dollarda u taxminan 25 ming bo'ladi, lekin undan tashqari sizga 30% lik chegirma o'qish uchun birinchi marta borayotgan bo'lsangiz agar, undan keyin Medbeti scholarshiplari bor. Ya'ni kim siz o'qishga borganingizdan keyin ma'lum bir sport yoki o'sha o'qish davrida yaxshi o'zingizni ko'rsatsangiz, sizga taxminan up to 55 minggacha scholarship beradi. Bu degani o'zi 2 barobar ko'p degani o'sha kontrakt summangizdan. Bu siz bemalol yashashingiz, ishlamasligingiz ham mumkin degani. Lekin undan tashqari Avstraliyada juda ham yaxshi. Nima? Qaysi tomondan? Ya'ni siz o'qishni bir xil olib ketishingiz mumkin, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ya'ni o'qishga ulgurmasdan faqat ishlamaysiz-da. Chunki siz bu yerda Avstraliyada 1 soatiga 32 dollardan topishingiz mumkin. Bu haqda men bu yerda yana bitta video qo'yaman. Kirib tomosha qilishingiz mumkin. Avstraliya haqida bo'yicha ma'lumot olish uchun. Xo'p, undan tashqari nima yaxshi? Avstraliya o'qishni tugatganingizdan keyin ishga qolib, o'sha yerda karyerangizni rivojlantirib, o'zingizni tutib olib, bir-ikki biznes ochsangiz ham bo'ladi. Yoki o'sha yerda karyerangizni qilib ketishingiz mumkin. Bu Avstraliya uchun muammo emas. Muammo emas, ya'ni kim studentlar o'zini bemalol u yerda tutib olishadi. Xo'p, yana bitta ko'pchilik so'raydigan savolga javob berishim mumkin. Avstraliyaga ketgandan keyin student bo'lib, uydagilarni chaqirsa bo'ladimi? Albatta. Muammosiz. Ya'ni siz agar Avstraliyaga borsangiz, siz xotiningizni, akangizni, ukangizni, ota-onangizni muammosiz maksimum bir oy vaqt olishi mumkin, lekin muammosiz viza olib, siz yoningizga, o'zingiz yoningizga chaqirishingiz mumkin va bu hech qanaqa to'siq bo'lmaydi bundan. Siz bemalol hamma hujjatlarni qilishingiz mumkin, chunki Avstraliya agar siz Avstraliyaga o'qishga ketganingizdan keyin sizni studentskiy vizangiz bo'lsa, siz uydagilaringizga muammosiz viza beradi. Lekin siz o'qishga kirish uchun birinchi o'qishga topshirishingiz kerak. O'qishga topshirish uchun hozirdan harakat qilish kerak. Sentyabrdagi fall intake-ga ulgurish uchun hozirdan hujjat topshirish kerak va viza olib hozir ketsangiz bo'ladi. Hozir viza berish shansi ham juda ham ko'p. Chunki 1,5 yillik karantindan so'ng Avstraliya juda butkul yopiq bo'ldi va bu degani student qabul qilmadi. International student bo'lmadi. Shuning uchun ham hozir agar hujjat topshirsangiz agar sizga viza berish shansi 1,5 yil va undan oldingi yillardan ko'ra ancha yuqori. Bu degani agar siz hamma hujjatlarni joy-joyida qilib o'qishga topshirsangiz agar siz viza olib Avstraliyaga ketishingiz mumkin va undan tashqari uydagilaringizni chaqirib o'sha yerda karyera va hayotingizni rivojlantirishingiz mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, sizdan like yoki dislike va podpiska qilishingizni so'rab qolardim. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun men esa sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha xayrli qolaman. Xayr.